Assalomu alaykum. Omad Show teleo'yinining ashaddiy muxlislari. Omonmisiz, bormisiz? Meni yurtim telekanalida siz kutgan, siz sevgan Omad Show teleo'yinining yangi sonini e'lon qilamiz. Efirda Meni yurtim telekanalida 327-ko'rsatuv. Shamina Botirxon Imomxo'jayev xizmatingizda yaxshi kayfiyat ulashamiz va bugun Omad Show teleo'yinida sensatsion rekord o'zgarishi mumkin. Omad Show teleo'yini tarixida eng ko'p yutilgan avtomobillar sonini bilasizlar? Nechta yutilgan? 25 ta. Diqqatimizni barabanga qaratamiz. Barabanda bugun o'yin ishtirokchilari uchun 76 ta Damas o'ynanadi. Bitta ishtirokchi, bitta yurtdoshimiz 76 ta Damasni qo'lga kiritishi mumkin. 3 xil ishtirokchimiz O'zbekistonimizni 3 xil nuqtasidan. Uchalasiga omad, sizlarga ham omad. O'yin ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlaymiz, havas qilamiz va havas qilganlar SMSlarni bosib jo'natamiz. Mahsulotlar LC Jesco mahsulotlarini xarid qilasiz. 5400 qisqa raqamga SMS jo'natasiz. Bir dona mahsulot xarid qilib ham o'yin ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Hammaga omad yor bo'lsin. Azizlar, juda ko'pchilik bizga murojaat bilan chiqishyapti. Omad Show teleo'yini faqat Meni yurtim telekanalida, boshqa kanallarda, boshqa ijtimoiy tarmoqdagi o'yinlar bizga tegishli emas. Agar sizda Omad Showga bo'lgan birorta bir savolingiz bo'lsa, bemalol bizni call centerimiz bor. 69 kodi bilan 226 77 77 raqamiga qo'ng'iroq qiling va sizni barcha qiziqtirgan savollaringizga aniq javob olishingiz mumkin. Azizlar, Omad Show teleo'yinida ishtirok etishingiz uchun homiylar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarimiz juda ham ko'p. Mana shu mahsulotlarni xarid qilishni sizlarga tavsiya qilamiz. Ko'rsatuv bosh homiysi LC savdo belgisi. Demak, O'zbekiston bozorlarida, supermarketlarda, mahalla do'konlarida bemalol so'rab surishtirsanglar bo'ladi. Mahallangizdagi, siz yashaydigan tumandagi do'konlarga kirib, LC Jesco mahsulotlarini so'rang. Agar yo'q bo'lsa, nima sababdan yo'q, dilerlar olib kelsin, bemalol xalq foydalansin. Xullas, LC mahsulotlari bilan tanishtiramiz. LC salqin choylari har xil ta'mda, LC va o'zimizniki savdo belgisidan uchtasi birda tez tayyorlanadigan qahvalar. LC savdo belgisidan mayda va yirik turdagi sharbatlarimiz bor. LC qandolat mahsulotlari, LC shirinliklari, LC pechenilari, LC saqqichlarimiz va LC mojito. Jesco mahsulotlari bilan tanishtiramiz. Jesco mineral gazlangan gazsiz. Jescodan energiya ta'minlovchi ichimliklarimiz bor. Jesco savdo belgisidan mayda va yirik turdagi sharbatlar. Va Jescodan navbatdagi mahsulotimiz bu 50 gramdan 200 gramgacha bo'lgan Jesco vaflilari. Ular ham har xil ta'mda. Va shu bilan birga bizda Jesco tez tayyorlanadigan lapshalarimiz bor. Xullas, LC Jesco mahsulotlarini xarid qiling, SMSlarni qo'rqmasdan jo'nating. Ayrim mahsulotlarimizda bittadan, ayrimlarda ikkitadan SMS jo'natish imkoniyati bor. Siz tomonidan jo'natilgan barcha SMSlar bitta bazaga kelib tushadi. Azizlar, ana endi sizlarni ko'p kutirmasdan sahna ortida katta hayajonda turgan 76 ta avtomobilni niyat qilgan o'yin ishtirokchilarini birin-ketin taklif qilamiz. Kutib oling. Bugungi dasturimizdagi birinchi ishtirokchimiz Sadriddin Mardonov, Toshkent viloyati Angren shahri. Marhamat. Assalomu alaykum. Voy Sadriddin aka, bormisiz? Omonmisiz? Angrendan kim keladi? Birasa kutdik. Keldik, mana keldik. Gapiring, o'zingiz haqingizda tanishtiring. Men Toshkent viloyati Angren shahridan Mardon Sadriddin. Kasbingiz? Angren ko'mirkonida chilangar bo'lib ishlayman. Ana, demak ko'mirkondagilar bilishdi. Bilishdi, hamma bildi. Angren shahar bildi. Angren shahri nima deyishdi? Omad tilashdi. Yo, unaqa deyishmagan. Borasan, 76 ta Damasni qatorlashtirib olib kelasan. Qator qilib olib kelasan deyishdimi? Deyishdi. Qachondan beri muxlissiz? Qancha bo'ldi? 6 yil bo'ldi. Umuman chiqmadi. Shuncha yil. 6 yildan beri endi
tushgan. Hop, nechta jo'natardingiz? Haftasiga 15-20 ta. Oxirgi hafta jo'natganingiz Shu 14 tami? 14 ta dona. Yangam bilmadilar, bola chaqa bilmadi, o'zingiz. Biladi. Hamma biladi. Men o'zim ko'rmayman, o'g'lim o'chirib. Ha, yo'q, o'z ishqibozligingizni hamma biladi. Ha, biladi. Qo'ni qo'shnilar bilarmidi? Biladi. Va nihoyat chiqdi deyishdimi? Tabriklaymiz. Keling. Azizlar, random dasturini ishga tushiramiz. 24-mart sanasidan 6-aprel sanasiga qadar yuborilgan SMSlar orasida hozir navbatdagi ko'rsatuv qahramonini birga aniqlaymiz. Marhamat, bosing. Ana, yashang. Ko'ramiz kim keladi qaysi manzildan. Men g'olibimizni telefon raqamlarini e'lon qilishga tayyorman. Omad Show channelida hech qanaqa yolg'on yo'q. Hamma raqamlar butun e'lon qilinadi. Sadriddinga sizga ham rosa ko'p qo'ng'iroqlar bo'lgandir, tinmadimi? Bo'ldi. 2000 tacha bo'ldi. 50 kodi bilan 723 58 48. Nima dedi? Qo'ng'iroq qilganlar. Asosan rostmikan o'yin. Hali ham bor ekan shunaqa odamlar. Nima dedingiz? Yolg'on bo'lgan. Haqiqat. Yolg'on bo'lganda men chiqarmadim, nima deysizmi? Qo'ng'iroq amalga oshiramiz. Allo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Sizni Meni Yurdim telekanalidan Omad Showdan bezovta qilyapmiz. Botirxon Imomxo'jayev bo'laman. Tanıdık. Ismingizni aytasizmi? İsmim Xushnud, Boypo'latov Xushnud, Urgutdanman. Xushnud, familiya? Boypo'latov. Boypo'latov Xushnud. Siz boy ekansiz. Qayerda? Samarqand, Urgut. Samarqand, Urgut, Boypo'latov Xushnud, to'g'rimi? To'g'ri. Raqam kimniki? Raqam ukamniki. Xo'p, kim jo'natgan SMS'ni? SMS'ni ukam jo'natgan, ukam. Qani ukangiz? Yoningizdamilar? Ha, yonimdaman. Berib turing. Assalomu alaykum. Ha, Botirxon. Yaxshimisiz? Yaxshi. Sizni ismingiz kim? Jahongir. Jahongir, familiya? Boypo'latov. Boypo'latov Xushnud ukasi, to'g'rimi? Ha. Telefon raqam sizniki. Meniki. SMS siz jo'natgansiz. Ha. Bo'ldi, o'yinda o'zingiz ishtirok etasiz. Necha yoshsiz? 17 yosh. Ha, 17 yosh bo'lsa, balkim yoshingiz to'g'ri kelmasligi mumkin. Agar yosh to'g'ri kelmasa, unda boshqa odam qatnashadi. Ota-onangiz bormi? Bor. Xo'p, dadangiz qatnashadimi, oyijonmi? Kim qatnashadi? Dadam qatnashadi. Bo'ldi, dadangiz qatnashadi. Dadangizning ismlari? Amroyev Jalol. Ha, Jalol aka qatnashadilar. Tabriklab qo'ying. Mana bu qarsaklar sizlarga. Samarqand, Urgut. Tabriklaymiz. Ha, ketyapsiz. To'xtang, men gaplashsam bo'ladimi siz bilan? Bo'ladi. O'sha kundan beri uxlamayapti shekilli, yurishlaringiz ham boshqacha. Kimlar keldi? Qani tanishtiring endi. Angrendan. Angren Ko'chib keldi. yarim. Kimlar bor? Ayting. Opam bor. Bo'lib turing shu yerda, aytib turing. Men borib kelaman. Opam bor, akam bor. Kuyovlar bor, hammasi shu. Ha, kuyovlar ham kelibdi mana. Bolalar bor. Ana. Mikrofon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kim bo'lasiz? Men akasi bo'laman. Nechta aka ukasizlar? Biz 5 ta edik, hozir 3 tamiz. Aha. Opa singillar ham bormi? Opam bor, 3 ta opam bor. Aha. 8 ta. 8 ta. Yaxshi. Bular kimlar? Bu katta opam. Ha. Siz ham ko'chib keldingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Eshitib, Ha, eshitib xursand bo'ldik. Keldik mana Omashshowga. Ha. Qancha o'ynadi, qo'y chiqmaydi endi desak, yo'q, oxirigacha o'ynayman, chiqmagancha o'ynayman dedi. Siz yo'ldan urdingizmi? Yo'q, ukam. Qo'y deb siz ha? Ha. Rost ekanmi? Rost. Siz o'zi o'ynamaysiz. O'ynadik biz ham. Ha, endi boshqa borsa to'yda o'ynaysiz. Ha, to'yda o'ynaymiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ha. Kimni to'yda? Sadriddin. Malohat qo'ydingizmi? Sadr Angrendan a? Bo'ldi. Sizga ham mashina bersinlarmi? Mayli. Nima qiladi shuncha mashinani, jigam? 76 ta ya. Bittadan bersa bo'ladi. Butun Angrenga yetadi-yu, bitta bersa. To'g'rimi? Sizga nechta bersinlar?
Nasib degani bo'ladi. Nechta? So'rang. Menga kerak emas. Mana bu odamga kerak. Berib turing. Sizga nechta? Menga bitta. Ya yetadi. To'xtang, yana kimga? Qan qo'l ko'taringlar, angring. Bular kim bo'ladi? To'xtang. Kim bo'lasiz bularga? Siz kene yangi sizga nechta? Avvalambor assalomu alaykum. Men shu omad shouga kelgan hammalarga omad tilayman. Men kinoylar bo'laman. Yangi. Yangi bo'laman. Aha. Ha. Nechta? Endi Bo'ladigan ish qiling yangi. Alloh So'rasangizchi. Alloh nasib qilgani bo'ladi. Nechta? Bittami, ikkitami? Ko'proq so'raveraman-da. Ya so'rang nechta? Xafagarchilik yo'qmi? Yo'q. 5 ta o'g'limga 5 ta damas. Men bitta savol mabodo. Men odamni xotini bormi? Bor. Qani yangi bola chaqasi bormi? Voy, bor ekani. Yo'q, qizlar yaxshi. Kuyovlar ham keldimi? Kuyov bola. Sedim, Alloh sabr bersin. Assalomu alaykum. Ko'rdingiz-a, уже 7 ta ketdi. Nechta sizlar? Nechta farzandsizlar? Biz 4 ta farzandmiz. Nechta qiz, nechta o'g'il? 3 ta qiz, bitta o'g'il. 3 ta qiz keldimi? 2 ta qiz kelgan. 2 ta qiz keldi. Bular kuyovmi? Ular Ne xursand bo'lib o'tiribsizlar, xuddi bosh moshina yutib olganda o'tirib kuyovlar, o'ri. Botiranga kuyov bo'ladi. Assalomu alaykum Botir aka. Sizni ko'rganimdan yana bir bor xursandman aka. Oxirgi marta Angrenda ko'rishgandik. Qayerda? Ideal Marketda. Ideal Market siz chaqirganda kelgandim, yoningizda o'tirgandim. Esingizda bo'lsa. Endi men esimda 3-4 yil oldin. bir kishi 100-200 qistirganda esimda qolardi. Nima deymiz endi? Dadam 76 ta Damas'ni yutsin. Dada emas, dadajonim. Dadajonim, davlatim, Jannatim. jannatim dadam. Jannatingiz. Ha, otam. Ha, bo'ladigan bola ekan mana. Borini aytaman, bir Ha. 10 ta Damas'dan umid qilib turibman hozir. Men qara, berib tur. Mana bitta kuyov kelgan. Kichkina kuyov. Sen ko'proq so'rayverxonmi? Hey! Kichkina kuyov. To'g'ri, ya o'tir gapir. Avvalambor assalomu alaykum. Dadajon yutgan ekan. Dadajonim. Dadajonim yutgan. Jonim dadam. Jonim dadam. Yutgan ekanlar. Nima, nechta gapir? Nasib qilganida. Sizlar alohida yashaysizlarmi yo bular bilan bilanmi? Alohida. Bu 10 ta so'radi. So'rasana. So'rayver 15 dedi. 76, oy 5 oyoq ketyapti. Gapir. Bitta ham yetadi bizga. Ha? Bitta ham yetadi. Yana kim bor? Yo, opalarni qo'yib turing. Yana bitta qiz kelmadilarmi? 3-chi qiz sizmi? O'g'il qani? To'rolidan dodam. Mashimi? Bu yoqki. Bo'l, turib ol. Mana bor ekanu Bo'riboyevcha, bor ekanu mana. Bolam, bolajonim, oti nima? Sayfiddin, eshit. Men ko'zimga qara. Sen valiahdsan. Tushundingmi? Bular gapiraveradi. Ular ham gapiraveradi. Hammasi senga qoladi. Tushundingmi? 76 ta xohlasang berasan, xohlasang yo'q. Gapiradigan sensan. Tushundingmi? Voy dodam, Bo'riboyevcha. Tushundingmi? Gapir. Dadajonimga omad tilayman. Ayt. Dadajonimga omad tilayman. Pochchalarimga insof tilayman. Damas hammasi o'zimnikidir. Ayt. O'zim xohlasam beraman, xohlasam bermayman. Gapir bolam. Dodam meni. Men bugun san olib ketaman, xo'pmi? O'zim seni administratoring bo'laman. Biz sen bilan katta ishlar qilamiz. Dodam, senga menga o'xshagan administrator kerak. To'g'rimi? Nima? Nima deysiz? Bu yosh shopir ekanlar. Shopiringmilar? Siz yaxshi ish topgan ekansiz, sizlarmi? Ko'z tegmasin. Ber mikrofonni. Mana bitta yana bitta opam kelgan ekanlar. Kim bo'lardingiz? Assalomu alaykum. Siz ham umidvor bo'lib o'tiribsiz. Ikkinchi opalari bo'laman. Nechta opa singil? 3 ta opa singilimiz. 3 ta qiz, 5 o'g'il. 5 ta o'g'il. Hamma bormi? 2 ta akalarimiz o'tgan. 6 ta bormi? 6 Olti ta ta. Damas yaxshi ketdi. Sizga 5 ta 6 ta bor. ketdi. 11 ta. 11 ta. Kuyov 10 ta so'radi. Anonsi ham bitta so'radi.
yarmi yo'q deyapti mana. Endi bu yog'i o'yin. Lekin kuyov tanlashda adashmabsizlar. Rahmat. Yaqinlar bilan tanishdik. Fikr mulohazalarini eshitdik, o'zingiz ham eshitdingiz. Yangam nima kelmadi? Men yangam bilan bir suhbat qilamanmi dedim. Nabiralarni qarab. Endi xudo xolasa agar 76 ta Damas tushsa, borganda kutib oladilar. To'g'rimi? Bo'ladi. Omad. Davom etamiz azizlar. Navbatdagi ishtirokchi 76 ta Damas uchun juda jiddiy bellashuv. Ikkinchi ishtirokchimiz Abror Abdulazov, Toshkent, Yunusobod. Assalomu alaykum. Hormay, yaxshimisiz? Mana Toshkentdan hech kim chiqmaydi deganlar uchun mana Toshkentdan ishtirokchi aniqlandi. O'tgan safar qo'ng'iroq qilganimda Toshkent, Yunusobod dedilar, qiy-chuv bo'lib ketdi. O'z haqingizda gapiring. Botir aka, men o'zi asli Xorazmdayman, Qo'shko'prik tumanidan. Lekin hozirgi paytda shu Toshkent shahrida yashaymiz, istiqomat qilamiz. Tushundim. Men qo'ng'iroq qilganimda siz Toshkentdan Toshkentga borganmiz. Toshkent Yunusobod dedingiz, mana Toshkentdan chiqargan deb. O'zi asli Xorazm. Asli Xorazmdan. Qo'shko'pir. Qo'shko'pir tumani. Tushunarli. Bugun avtomobil yutilsa, endi yutiladi, bitta bo'lsa ham. Qayerda topshiramiz? Xorazmda? Ha, Xorazmga boriladi, bo'ldi. Kasbingiz o'z haqingizda gapiring. Hozirgi paytda ishsizman, ishdan bo'shaganman. Omad yo'lini o'qiysiz. Necha yil bo'ldi? 1 yil bo'lib qoldi, o'ynab turibmiz. Oxirgi hafta nechta jo'natuvdingiz? 10 tacha jo'natuvdik, o'shandan chiqdi oxirgi hafta. Rost ekanmi? Rost. Bildimi butun Xorazm? Haqiqat ekan, to'g'ri. Toshkentlik qo'shni ham bildimi? Bildi. Tabriklaymiz. Keling. Azizlar, random dasturni ishga tushiramiz. 24-mart sanasidan 6-aprel sanasiga qadar yuborilgan SMSlar orasida hozir g'olib aniqlanadi. Bosing, marhamat. Ana, yashang. Diqqatimizni monitorga qaratamiz. Random dastur orqali g'olibimizni telefon raqamlarini e'lon qilaman. Demak, kim keladi keyingi dasturimizga? Wow, 99 kodi bilan 997 42 32. Qaraylar qanaqa baxtli odamlar bor. Alo. Afsus bog'lana olmadik azizlar. G'olibimizni telefon raqamlarini yana bir bor e'lon qilaman. 99 kodi bilan 997 42 32 abonenti. Qarsanglar tabriklaymiz va birozdan so'ng dastur mobaynida yana bog'lanishga harakat qilamiz. Kimlar keldi? Qani Xorazmdan, Toshkentdan, qani tanishtiring. Xorazmdan shu oilam, ota-onam, qarindoshlar, sinfdoshlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nechiksalar jonlimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Rahmat. Kim bo'lasiz? Men tog'asiman. Tog'a amaki tayyor. Aha. Men bugun jiyanimga omad tilayman. Ajabmas 76 ta Damasni Xorazmga olib ketsak. Nechta sizga? Menga kerak emas, moshinam bor. Yolg'on. Yolg'on, rahmat. O'ziga buyursin. Siz ham o'chirib jo'natyapsizmi, yo'qmi? To'g'risi mana. Men 200 ta jo'natganman, 200 ta. Aha. Endi hozir mana ko'rdingiz, jiyan chiqyapti. Qarang, rost ekanmi? Rost ekan. Ana endi men o'zim keldim, ishondim. Endi ishondingiz. Yana yo'q, oldindan jo'natganman, 5 yildan oldin jo'natganman. Hop. Yana jo'natishni davom qilamiz. Bitta doni bo'lsa ham jo'natib ko'ringlar. Ajab, Bo'ldi. Omad kelsa bo'ldi. Jiyanim o'rniga men o'zim chiqib qolsa. Xudo xolos keyingida. Nasib. Nasib. Sizga Damas kerak emas demak. Yo'q, rahmat. O'ziga buyursin. Bitta minus qilamiz. Bular kimlar? Assalomu alaykum Botirxon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Mana o'g'lingizni sharofati bilan oldi qatorlarda, ha? Ana. Rahmat. Shu omadini bersin. 76 Damasni Xorazmga olib ketish nasib qilsin. Nechta o'g'il? 2 o'g'il, 1 qizim bor. 3 ta farzand. 3 ta farzand. Yangam qanday keldilarmi? Bor. Voy, assalomu alaykum. Meni yangam bilan gaplashsam maylimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men oldida o'tirsanglar bo'lardi-yu, bir kerak-yo'laga o'xshayapsiz. Kim bo'lganingizni? Akam bo'ladilar-da. Mashina ham kerak emas ekan. Turing o'rningizda. Turing. Yanga keling. Cristiano Ronaldo o'rniga mana Messini singlisi. Mana. Yo, to'g'rimi mana? Chiroyli bo'lib, ota. Qachon shunaqa o'tirgansizlar oxirgi marta? Islomiysizmi, to'g'rimi?
to'yda o'tirgansizlar. Kelin kuyovlarga o'xshab o'tirishdi, bitta qarsak chiqarib qo'ydi. Yangam endi hurmat qilib akalarni o'tkazibdilar. Siz ham o'tirib olganingiz. Aytmaysizmi, eringni oldida o'tirsin ham. Bolang chiqib qoldi. O'zi Damas kerak emas ekan. Rostdan kerak emasmi? Rostdan. Men bilan tanishmi? 10 ta kerak ekan bunga. 10 ta. O'tirishingizni qarang. Bitta berasan tog'aga. Malades, bo'ladigan ish qil. 10 ta sekin tushundingmi? Shu yerda o'tirib turing. Kelin kuyovlar. Onam gapiring. Xursandmisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Charchamasdan. Avvalamboshlab assalomu alaykum. Xorazm xalqiga avvalamboshlab bizani qo'llab-quvvatlab qoldilar. Ketimizda hamma Damasni Xorazmga olib qayting deb. Ularga rahmat aytaman. Avvalamboshlab sizga, sizni ovozingizni eshitgani o'zi bir Damas-ku. Ana, sog' bo'ling. Shunga ovozingiz o'zi yoqimda, telefonda. Nechta o'g'il onam? 2 ta o'g'il, 1 ta qizim Uchta. bor. 3 ta. Bu katta o'g'lim Toshkentda yashaydi. Yana bitta o'g'lingiz bor, bilasizmi? Ha. Ne? Shu agar 76 dan ursam bittasi sizga. Boshqatdan ayting shuni. 76 dan ursam bittasi sizga. Shu tanishsan, oping nima edi? O'tirib tur. Tog'amidi? Sizga kerak emasmidi? Ko'rdingizmi? Alloh beramansa yo'q joydan mana. Katta o'g'illarim ham bo'ldim. Bitta Damaslik bo'ldim. Yana nimalar bor Xorazmda menga? Bitta Damas, 4 sotuv yer. Ular surpriz. Agar 76 dan olib borsangiz, surpriz qilamiz. Boshqatdan uylantirib qo'ymizmi ona? Yana kimlar keldi Xorazmdan? Xorazmdan opam kelganlar. Qani? Qudalarim kelgan. Vo, qudalar kelishgan. Gapiringlar, niyat qilinglar. Qaynatalari. Voy. Yo, mana qarang. Sizlar hozir bularga teskari bu. Mana sizlarning kuyovinglar chiqdi. Ana uni qaynatasi chiqqan. Tushunyapsizmi? Ko'rdingizmi? Qaynatam, otam mening, dadajonim deyapdingmi? Davlatim dadam deydi. Bo'ladigan bola ekan mana des. Kuyovsiz yaxshi yigitmi mana? Assalomu alaykum O'zbekiston. Assalomu alaykum Xorazm, Qo'shko'pir Sheyx qishlog'i. Nima qishlog'i? Sheyx qishlog'ida yashaymiz. Sheyx. Sheyxli chiqqan bo'lsa kerak. Sheyx qishlog'ida yashaymiz biz. Shu kuyovim Abrorjoga omad tilayman. 76 Damasmi, bitta Damasmi. Nima atagan bo'lsa bersin. Yashang. Kelin keldimi kelin? Qizingiz qandalar? Uya kelin boshiga qarsanglar. Ana. Nechta farzand bering kelin boshi? Kelin boshi. Vaqting eringizni. Assalomu alaykum. Nechta farzand? 2 ta. Yo bilarmidingiz qilib yurgan ishini? Ha. Yo bekitib qilarmidi mana bu ishlarni? Yo'q. Ha? Birgalikda. Ha? Birgalikda. Birgalikda. Yaxshimi turmush o'rtog'ingiz? Albatta, yaxshilar. Umrlar uzoq bo'lsin baxtimizga. Ana. Omadlarni bersin. Nechta Damas tushsin, ayting. Hamma shu 76 tushsinmi? Nasib qilgani, Nasib hech kim qilgani. xafa bo'lmasin. Hamma rozi bo'lib ketsin. Buni qayningiz bo'lanlar? Yaxshi inson ekanlar. Men sizga kim bo'laman, bilasizmi? Tanishib oling. Qaynakingiz bo'laman. To'g'rimi? To'g'rimi ona? Ha, borganda choylarni damlang. Ha, ko'k choymi? Ha, ko'k choy, qora choylarni damlab. Xudo xolasa. Xullas endi bu yog'i omad, onam. Mana ishtirokchi, qo'llab-quvvatlaylar. Xorazmda to'ylar mavsumi boshlangan. To'y hashamligi qo'yinglar mana Jesco, LC mahsulotlarni bosinglar. Hammaga chiqsin. Bizda hali avtomobillar ko'p. Bizni kimga omad kulib bo'lsa, o'shanga olib borib beramiz. Yaxshi o'tiringlar. Duo qilinglar. Onam, mana shu yerdaman. Sog' bo'linglar. Ana qarang, qancha yaqinlar kelishibdi. Azizlar, ishtirokchimizga omad. Yaqinlar hammalari duoda, qo'llab-quvvatlashmoqda. Endi bu yog'i o'yin. Nima tushsa shuni oladilar. Tabriklaymiz. Omad kuzatib qo'yamiz. Azizlar, davom etamiz. Omad Show televizion sahnasida 76 ta Damas uchun jiddiy bellashuv 3-ishtirokchi. Iqboljon Yusupov, Namangan, Kosonsoy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Iqboljon. Kayfiyat qanaqa? Zo'r. Yoshingiz nechida? 38 yosh. Yaxshi, yosh ko'rinar ekansizda. Yo, men 18 yosh deb o'ylayman-da. Xo'p, gapiring 18 da. Men Yusuf Iqboljon, Namangan viloyati, Kosonsoy shahri. Bog'shamol mahallasi, Qumxona ko'chasida. Kasbingiz?
Kompyuterchi. Qaychi ishlaydi hozirgi tilda? Yaxshi. Omad shuni muxlisi. Aha. Qancha bo'ldi? 2019-yildan beri. Jo'natardingiz. Bosardik. Ha. Mana bu safar chiqdi. nechta jo'natish oxiri? Bu safar 24 ta. 24 ta. Kosonsoyga borganmiz ko'p marotaba, avtomobilni berganmiz, juda ko'pchilik bilan ko'rishganmiz, yarim kecha surprizda ham olib borganmiz. O'sha tog'li hududda adashmasam, ha? O'shaqa boramiz ham, qayerga boraman men? Borasiz-da, olib boramiz. Xudo xolisa. Qarsanglar, tabriklaymiz. Keling. Azizlar, yana random dasturni ishga tushiramiz. 24-mart sanasidan 6-aprel sanasiga qadar yuborilgan SMSlar orasida hozir navbatdagi g'olibni aniqlaymiz. Bosing, marhamat. Ana, yashang. Hozircha bitta ishtirokchimiz aniq, Samarqand Urgut. Ikkinchi ishtirokchimiz bilan tanisha olmadik va bu uchinchisi. Demak, 94 kodi bilan 040 11 87. Qarsanglar. Abonent bor. Iltimos. Xo'p, azizlar 94 kodi bilan 040 1187 abonentini tabriklaymiz, qarsanglar. Afsus bog'lana olmadik. Dastur so'ngida ikkinchi va uchinchi ishtirokchilarimizga qo'ng'iroq qilib, yaqindan tanishishga harakat qilamiz. Xullas, tabriklaymiz. Podidan tashrif buyurgan mehmonlar tanishtirasiz. Akam, qaynim, jiyanlarim, ukam, qizim Dilshoda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Kulib o'tiring, aka. Bayram, ukangiz jigaringiz chiqyapti. Kulib bemalol. Men jigarim chiqqan kundan kulishni boshlagan. Ana, yashang. Qanchasi yig'lagandir, eshitib. Qilib tushganlar bordir. Akalari. Nechta farzandsizlar? Biz 4 ta o'g'ilmiz. Nechta qiz? Ha, 4 ta o'g'il. Yaxshi. Bular ham ukangizmi? Bu ham bitta ukam, qaynisi. Ha? Qaynisi. Kimmi? Ukam. Yana xotin nuri kelibdi. Yana xotin nuri. Qana? Pochchani eshitib, ha? Assalomu alaykum. Chiqib keldingizmi? Bitta qaynisi bo'laman, qaynim, qaymog'im bo'lib, ha? Yo'q, ukam mana. Gapiring. Yo, qaynaga bo'lasizmi, qayni bo'lasizmi? Ukam akasiman. Ha, qaynaga? Ha. Bo'ldi. Gapiring, eshitdingiz holatni. Qarasangiz 76 ta damas. Toshkentda edim. Sirasi bordim. Mana gapiring bor gapni. Ikkita non ko'tarib kelibsiz. Ha. Shu ko'tarib kelgan ikkita noningizga damas so'raysizmi siz ham? Yo'q, damasim bor. To'g'risini so'rang, 76 ta damas siz so'raysiz. Yo'q, damasim bor. To'xtab turing, men so'rayman. Dodam, bitta beramizmi? Beraylikmi? Xotinning urug'iga beramizmi? Ha? Beraylikmi? Nima qatdan bilaman? Boshini sizniki-yu. Qaynota bormi? Dadingiz bormi? Ha, o'tib ketganlar. Ey, qaynota ham yo'q ekanlar uning ustiga. Beramiz. Ha? Tabriklayman. Ko'rdingizmi, mana yo'q joydan mashinalar qo'yman. Bitta ketdi. Aha. Yana kimlar kelgan? Jiyanlar. Ha, bu jiyanlar. Bu qizchimi qizcha? Ha? Ana. Yaxshi. Yana kimlar bor qarindoshlardan? Yo, sizlar kam ekansizlar-da. Bizda mashina ko'p. Men qanaqa bo'lib beraman hozir? 76 ta damasi bo'lishim kerak. Xullas endi aka bu yog'i o'yin. U Namangandan chiqadimi, Xorazmga chiqadimi yoki Angrenga chiqadimi hech kim bilmaydi. Barchaga omad. Hammaga omad. Vodiydan kelganlarga rahmat, Xorazmdan mana Angrendan kelgan hammaga rahmat. Bu yog'i endi jiddiy o'yin bo'ladi. Sababi omad shou televizor tarixida bo'lmagan rekord. 76 ta damas uchun bellashuv. Kimga tushadi bilmaymiz, lekin bitta odam hayoti o'zgarib ketishi mumkin. Qo'llab-quvvatlab, qarshi chap turamiz bo'ldi. Sizlarga ham shunaqa chiroyli kunlar nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Kamchilik bo'lib kelibsizlar-da. Omad tilaymiz ukajonim. Xudo xolasa to'xtang, bitta narsani so'rab oling. Endi avtomobil xudo xolasa chiqsa, nechta chiqishidan qat'iy nazar borilganda odam ko'proq chiqsin, Kosonsoyda odam ko'p bu muxlis, to'g'rimi? Yana ana qaynag'ingiz 4 kishi bilan kutib olmasin bizani? Ha. Bildingizmi? Yo'q joyda. Damaslik qilib qo'ydi, mana o'tiribdilar. Tabriklaymiz, qarsanglar. Kuzatib. Azizlar, ko'rsatuv mobaynida random dasturi aniqlangan.
G'oliblarimizga yana bir bor qo'ng'iroq amalga oshiramiz. 99 kodi bilan 997 42 32 abonenti bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz va bilamiz qayerdan, qaysi manzildan omad shovini kuzatishadi. Qani, chaqiryapti. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Omad shovdan Botirxonmi? Qayerdansiz? Andijon. Andijonning qayerida? Izboskan rayon. Izboskan rayon. Ismingiz kim? Abdullayev Azizamov. Telefon raqam kimniki? Meniki, o'zimniki. O'zingiz jo'natgansiz, a? Ha, men. Bo'ldi, o'yinda o'zingiz ishtirok etasiz, tushunarlimi? Ha. Bo'ldi, mana bu qarsaklar sizga. Biroz aloqa sifatsiz Andijon Izboskan Azizaxonga omad kulib boqdi. Ro'barasi 2 haftadan so'ng ko'rishamiz. Tabriklaymiz. Va yana bir so'nggi random dasturlarni qilingan raqamga yana bir bor bog'lanib ko'ramiz. Qo'ng'iroq amalga oshiramiz. 94 kodi bilan 040 1187. Allo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Meni yurtim telekanali omad shu teleo'yinidan Botirxon Imonxo'jayev bo'laman. Voy, buncha yaxshi. Keling tanishamiz. Ismingiz kim? G'oyibnazarova Shahnoza. Qayerdan? Sirdaryo viloyati Xovos tumani. Sirdaryo, Xovos. Tushunarli. Telefon raqam kimniki? O'zimniki. SMS o'zingiz jo'natganmisiz? Ha, jiyancham jo'natuvdi. Yaxshi, yoshingiz nechida? 37. Bo'ldi. O'yinda o'zingiz ishtirok etasiz. Telefoningizdan ketganmi? Ha. Bo'ldi, tabriklaymiz. Mana bu qarsaklar sizga. Rahmat. Xudo xolisa kutamiz, xo'p? Ha, boramiz. Rahmat. Xo'p, azizlar, demak, Sirdaryo Xovosdan ishtirokchi aniqlandi. Chin dildan tabriklaymiz. Omad Show teleo'yini Meni yurtim telekanalida 327-ko'rsatuv. O'yin ishtirokchilari bilan yaqindan tanishdik. Bugun rekord o'zgarishi mumkin. Barabanda 76 ta Damas uchun bellashuv. Ishtirokchilarimiz birlari Vodiydan, Namangandan, Kosonsoydan, birlari Xorazmdan, yana birlari Angrendan. Xo'p, hurmatli ishtirokchilar, barabanga diqqatimizni qaratamiz. Mana barabanimizda 40 ta yo'lak. 40 ta yo'lak va bitta yo'lakda 76 ta Damas. Qolgan hammasida bittadan Damas bor. Taklif xohlasanglar, mana shu 76 ta Damasni 3 ga bo'lib beraman. Ya'ni 3 ta yo'lak bo'ladi. Ya'ni 2 ta yo'lagimizda 25 tadan Damas, bitta yo'lagimizda 26 ta Damas qo'yib beraman. Yutish imkoniyati ko'proq bo'ladi demoqchiman. Nima deysizlar? Yo'q, kerak emas deysa ham bo'ladi. Agar taklifga rozi bo'lishsa, barabanda o'zgarish amalga oshiramiz. Nima deysizlar? Sadriddin aka? Roziman. Rozimisiz? Roziman. Abrorjon? Rozimiz. Rozisiz? Iqboljon? Roziman. Agar o'sha 25 ta 26 ta Damas tushmasa, bittadan Damasga ham rozisizlar. To'g'rimi? Shunaqa bo'ladi-da. Yo'q, to'xtanglar, bitta narsa o'rtoqlar. Bular 25 taga rozi. Anta kuyov 10 taga rozi bo'lyapti. Yana bitta narsa o'rtoqlar, agar mabodo bugun 76 ta Damas g'olibi, 25 ta bo'ladi, 26 g'olib topilmasa, o'rtoqlar, bilasizlarmi nima bo'ladi? Omad Show teleo'yinining keyingi sonida 86 ta Damas bo'ladi. Shuning uchun olib ketinglar, iltimos. Men qayergadir boray, charchab ketdim uyda o'tiraverib. Zerikib ketyapman. 3 ga bo'lib olib 3 ga bo'lib, yo Angrenga bir 3-4 kunga keting. Yo hammaga chiqsin iloyim. Hammaga chiqsin. Hammanglar uylarga boring. O'zim boraman. Birinchi Angrenga boraman. Keyin Vodiyga o'taman, keyin Xorazmga boraman. Xullas, bayram bo'ladi o'rtoqlar. Havas qilinglar, qarsak chalinglar, niyat qilinglar. Uchalasiga ham tushsin. Rozisizlar? Bo'ldi. Demak, barabanda o'zgarish qilamiz. Marhamat. Omad Show teleo'yinida bugun bayram. Demak, 3 ishtirokchimiz rozi. Diqqatimizni barabanga qaratamiz. Mana
26 ta Damas va 2 ta 25. Sababi yutish imkoniyati ko'proq. Baraban aylantirish uchun bitta imkoniyat. Boshqa imkoniyat yo'q. Omad! Tayyormizmi? Hamma tayyormi? Birinchi bo'lib ishtirokchimiz Sadriddin aka. Kuch bormi? Bor. Qattiq aylantira olasizmi? Bitta ko'raylik. Keling, Abror. Abror, Xorazm. Qo'shko'pir. Qarindoshlar. Qani, qo'llab-quvvatlaymiz. Abrorjonga 25 ta yo 26 ta Damas tushadimi? Eshitdingizmi bittasi kimga o'tishini? Eshitdingizmi? Onam aytdilar. Xo'p, qani ko'ramiz. Qarsingizlar, eshitilmayapti. Baraban sekin to'xtayapti. Hammani nigohi barabanda yo 25 ta, yo 26 ta. Yaqinlashyapti, yomon emas, Abror. Xo'sh, nahotki! Nahotki! Voy! Yomon emas natija. Baribir bitta Damas tushdi. Qarsinglar. Ozgina o'tib ketdi. Aborin, omad ketdi. Voy, onam bormoqchi edimi? Rahmat, baraka topinglar. Ko'rsatuv homiysi Jesco savdo belgisidan Damas avtomobili muborak bo'lsin. Olqishlaringiz. Gapiring. Omad shu haqiqiy o'yin ekan, o'ynanglar. Albatta yutasizlar. Botir aka, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Buyursin. Rahmat. Birgalikdamiz. 1649-avtomobil Xorazm. Qo'shko'pir. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Va farzandligi, mana jiyanligi LC Jesco'dan yana mahsulotlar, yana o'chirib bemalol jo'natasiz. Omad tilaymiz, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot. Kelin bilan qo'sha qaring. Farzandlarning rohatini ko'ring. O'zi boyvachcha ekansiz, mana ota-onangiz. O'zi eng boy oramizda shu yigit ekan. Tabriklaymiz, qarsinglar. Muborak bo'lsin. Abror, endi bitta ish qilamiz. Barabanni yaxshilab aylantirasiz. Qattim. Xo'p, marhamat. Ana. Olqishlaringiz azizlar. Abror, sog' bo'ling, ko'rishamiz. Rahmat. Keling. Iqboljon Yusupov, Namangan, Kosonsoy. Barabanda bitta 26 ta Damas yo'lagi, 2 ta 25 ta Damas yo'lagi. Qarsinglar, qo'llab-quvvatlab turamiz. Ko'ramiz, tushadimi yo'qmi? Iqboljonning omadi. Qarayvermang. Mana bu yoqqa qarang. Ko'zingizni yuming. 26 ta Damas tushadimi? 25 ta Damas tushadimi? Yo bitta Damas tushadimi? Barchani nigohi barabanda. Olqishlab turamiz. Namangan! Yaqinlashyapti! Voydod! Yaxshi! 26 ta mana! Voy. Yomon bo'ldi, Abror. Voy yomon bo'ldi-ya. Keyingi safar dasturga skoriy pomosh chaqirib qo'yinglar. Baribir LCdan Damas!
Qarsiyli bo'lsin, tabriklaymiz. Keling, Abrorjon. Sahnaga Zuhraxonni taklif qilamiz. Marhamat. Zuhraxon keling. Ko'rsatuv bosh homiysi LC savdo belgisidan Damas avtomobili Namanganga, Kosonsoyga muborak bo'lsin. Ana, ko'taring. Gapiring. Birinchi navbatda dadamga salom aytaman. 1-may kuni tug'ilgan kunlari 80 yoshga to'lishadi. Umrlari uzoq bo'lsin. Kosonsoydagi hamma meni taniydigan hamma tanishlarimga salom aytaman. Chet elda xizmat qilayotgan akalarim bor. Ularga ham salom aytaman. Eng asosiysi hozir mana shu yerga meni olib chiqqan bitta kichkintoy bor edi. O'g'ilchamiz. Doimiy Jesko choychalarini ichadigan kichkintoyimiz bor, 3 yasharli. Ismoiljonga. U o'zbekchani tushunmaydi. Unga to'ycha salom aytaman. Ismoiljonga ham salom, ha, Ismoiljon salom. Ha. 1650 avtomobil Namangan, Kosonsoy. Tabriklaymiz. Ana. Va Ismoiljonga sovg'alar bor. Jeskodan, LCdan jiyanlarga olib borasiz. Salomat bo'ling, Iqboljon, sog' bo'ling. Avtomobil tegidan shamollab tursin. Mazza qilib yaxshi kuningizga mining. Endi siz bilan xayrlashamiz. Sizda ham shu shega barabanni chirpirak qilib aylantirasiz. Qattim. Bor kuchingiz bilan. Aka, omad. Qani. Salomat bo'ling. Keling. Angren. Sadriddin Mardonovga 25 ta, yo 26 ta. Qani, qaramang. Ko'z yuming. Kuyovingiz qarab o'tiribdilar. Ko'z yuming. Yaxshi. Baribir Damas! Qarsiylar bo'lsin, qarsiylar. Rahmat hammanglarga. Ko'rsatuv bosh homiysi LCdan navbatdagi Damas. Bir tomondan yaxshi bo'ldi bitta yutganingiz. Ani kuyovingiz 10 ta so'rab ezvorardi. Sadriddinga gapiring. Salomlaringiz, tabriklaringiz, niyatlaringiz. Shu Angren Ko'mirkoni 15-bo'lim yigitlariga hammasiga salom. Meni tanigan Angren Duken qo'rg'oniga hammasiga, meni kutib o'tirganlar hammasiga salom. Qashqadaryo viloyat Koson tumani Yesavoy qishlog'i Mardonovlar hammasiga salom. Amakilar o'sha. Yaxshi. Va ko'p bormi? 1651 avtomobil Angren. Muborak bo'lsin. Rahmat. Ana. Va undan tashqari yana sovg'alarimiz bor. Farzandlaringiz rohatini ko'ring, xonadoningizda faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Biz endi hazillashib gapiramiz. Kuyovlaringiz yaxshi yigitlar hammasi. G'olibimizni yana bir bor hammanglarning nomidan tabriklaymiz. Qarsiylar. Kuzatib qo'yamiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Azizlar, mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Bugungi dasturimizda 76 ta Damas g'olibi afsus topilmadi va va'da oradan vaqt o'tadi. Ro'parasi 2 haftadan so'ng barabanda katta o'zgarish. O'sha gap. Barabanda 86 ta Damas uchun bellashuv bo'ladi. Barcha omad shou chaylovining muxlislari diqqatiga 7 aprel sanasidan
20-aprel sanasiga qadar SMSlarni bosib jo'natinglar. Sababi keyingi dasturimizda aynan mana shu sanada yuborilgan SMSlar orasida g'oliblarni aniqlaymiz. Bugun dasturimizda ishtirok etgan, bizni kuzatgan tomoshabin bo'lgan muxlislarga hammalariga kattakon rahmat. G'oliblarni yana bir bor hammalar nominglardan chin dildan tabriklab qolamiz. Oldinda avtomobillar topshirish marosimi ukalarimiz, shogirdlarimiz borib topshirishadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. O'sha gap tinchlik, xotirjamlikda, bag'ri butunlikda, yana yorug' yuz bilan Mening yurtim telekanalida sog'lik, salomatlikda ko'rishguncha xayr!